Ko'pchilikdan so'rashadiki, qanaqa qilsam menga gepatit yuqmaydi deyiladi. Ya'ni uni profilaktikasini so'rashadi. Birinchidan, bolalarda o'zi gepatit B ni profilaktikasi yangi chaqaloq tug'ilgan kundan boshlab olib boriladi. Ya'ni chaqaloq tug'ilgandan keyin birinchi kunni o'zida virus gepatit B ga qarshi прививка qilinadi. Bu nimaga qilinadi, nima maqsadda? Buni faqatgina shunday izohlash mumkinki, virusi faqatgina onani o'zida bo'lmasdan, balkim bola tug'ilgandan keyin bu boshqa insonlar bilan ham, oila a'zolari bilan ham kontaktda bo'ladi. Boshqa yaqin qarindosh urug'lar bilan ham kontaktda bo'ladi. Endi shu agarda ularda bo'lsa, bolaga yuqish shansi yuqori bo'ladi. Ikkinchidan, qanchalik vaqtli прививка qilinsa, shunchalik immunitet yuqori tez ko'tariladi. Hatto 95% gacha bu kasallikni oldini olish mumkin bo'ladi. Uchinchidan, vaqtli прививка qilinganda, emlanganda maksimalniy immunitet hosil bo'ladi.